81 qism. Aliye, partidishi Gülpiyaning aile o'qituvchisi bo'lish degan bu so'ziga xil obdalla qiziqib qolgan edi. Chunki Aliyaning opasi Saram qizining o'ziga o'xshash boshqalarning uylarini, o'birnilarini tozalab, po'q suydigini irig'dab o'tishini xohlamganligi uchun uning oila mulozimat ishini qilishiga qo'shilmagan edi. Şoňlaşqa bu Gülpiyaning aytgan so'zi Aliyaga yaqdak yaqqan bo'lib, Gülpiya bilan Aliya o'zlari deyishib olgani bo'yicha darsdan tushibla maktab oldiga chiqib, maktab darvozasining ikki tarafidagi qo'rshav tomlarga chaplangan e'lonlarni birma-bir ko'rib, telefon nomerlarini xotirasiga yozib olgandan keyin maktab darvozasining yon tarafidagi do'konga kirib, ommaviy telefondan telefon urishga boshladi. Ular urgan ba'zi nomerlar allaburun vaqti o'tgan e'lon bo'lib, ba'zilari o'qituvchisi taklif qilib bo'lgan va ba'zilari amaldan qolgan uchurlar bo'lib chiqdi. Aliyaning atdigandan beriqi o'z oldiga keltirgan bolalarga dars so'zlab, tushundirib, oila o'qituvchisi bo'lgandagi go'zal ko'rinishlar, arzu-istaklari bara-bara ko'pikka aylanib, umidsizlanishga boshlagan edi. Ammo Gülpiya qilcha umidsizlanmay davomli telefon urib, oxiri bir oilaning texnichi oila o'qituvchisi topolmaganligini bildi. Va ular bilan telefonda so'zlashib, haftada 5 kun darsdan tushib, 2 soat oila o'qituvchisi bo'lib, ularning arzuliq malikasiga dars o'tib beradiganligini, shanba, yakshanba kuni kelolmaydiganligini aytib, oila boshlig'i bilan so'zlashgandan keyin Undaq bolsa, balangizga o'tadigan darsni atidan boshlayman. Ata darsdan tushibla odil uyinglarga boraman. Hozir uyingizning adresini aniq aytib bering, dedi. Va qarshi tarafning aytib bergan adresi bo'yicha bino ismi, nechinchi bino, qaysi korpusda degandek inchiki uchurlargacha daftarga xotirlab elib olgandan keyin Aliyaga qarab: "Hey, Aliya, bu oila o'qituvchisi bo'lgan xizmatni sen qilamsan yo men qilamanmi? Ajab bir sen uchun kuchab ketdimi? Oila o'qituvchisi bo'lib, tunji maoshingni olganda men obdan mehmon qilasanjimi?" dedi uningga chaqchaq qilib. Ular kulishib maktab yotqiga qaytib kirishdi. Atisi darsdan tushgandan keyin udul tunugin telefon qilib aloqalashib xotirlab olgan adresi bo'yicha u o'quvchining uyiga qarab mangdi. Aliya oila o'qituvchisi bo'ladigan o'quvchi Alfiyaning uyi Yangi Oltiroq rayonidagi egiz 25 qavatlik yangi silingan binoda bo'lib, ularning uyi 22-qavatda edi. Ular lift bilan ustiga chiqib, eshik qo'ng'iroqini bosganda 47 yoshlar chamisidagi oq, seriq, sal samirib at olgan, qisqa bo'diri chash, salobatlik bir ayol eshikni ochdi. Bu ayol Alfiyaning opasi Zuhraxon Hadi edi. Bu ayol Aliya bilan Gülpiyani nihoyat qizg'in kutib oldi. Ular birdan ahvollashgandan keyin Aliya Alfiyaning darslik kitob materiallarini bir qo'ri ko'rib, ba'zi darslardan Alfiyadan savol so'rab, uning hozirgi o'rganish darajasini bir qo'ri ko'rib, ko'nglida son to'xtatgandan keyin Alfiyaning darslarni eng oson qabul qilib, o'zlashtirib mangdigan taktika bo'yicha uningga o'rgatishga boshladi. Alfiyaning opasi Zuhraxon Hada bu oliy maktab o'quvchisi qizning Alfiyaga nihoyat tushunishli qilib darslarining mas'ullarini yechib berayotganiga qarab, qanoat hosil qilgan holda kulimsirab o'ltiradi. Alfiyamu bu chiroyli umoq oila o'qituvchisining nihoyat meg'izlik qilib mas'ullarni yechib bergandan keyin o'qituvchining bugungi o'tilgan darslarini birdamdala o'zlashtirib, bergan topshiriqlarini ishlab tugatgan edi. Bu qizning chiroyidagi xushalliqdan Aliyaning o'ziga oila o'qituvchisi bo'lganidan bakil mamnun bo'lganligi chiqib turadi.
Vaqt ma'nilik o'tsa, qandoq o'tib ketganligini bilmayli qoladi ekan. Shuningdek, Aliyaning Alfiyaga oila o'qituvchisi bo'lib dars o'tadigan 2 soat vaqtimi o'zlari to'ymagan holda to'yishib qolgan edi. Aliya partidishi ham savaqdishi Gulpiyaning o'zining beqinni yenik nuqib qo'yishi bilan uningga qarab vaqt to'shib ketganligini his qildi-da Alfiyaga: "Ma'qulansa Alfiya, bugun o'rganishimiz mushunchalik bo'lsin. Ata yana darsdan tushib kelaman", deb ular bilan xo'shlashdi. Zuhraxon hada o'zining tamoq tayyor qilayotganligini, birdamla tayyor bo'ladiganligini aytib, shuncha tutgan bo'lsa-mu, Aliya bu uyga oila o'qituvchisi bo'lib tunji kelgan kunila ularningkida uzoq o'ltirib olishni xo'p ko'rmadi bo'lg'ay, Zuhraxon hadiga huzur xoliq aytib, rahmatini bildirib, uzab chiqishdi. Bugun Aliya bekli xo'shal edi. U helidan heliga Alfiyaga dars so'zlagan vaqtidagi hayajonli hissiyati kallasiga kelib olib, hayajonini bosolmay, partidishi Gulpiyani quchoqlab, sevib ketadi. Gulpiya bo'lsa, veliqlab kulib turib: "Hey ahmoq qiz, sarang bo'ldingmi? Men qiz bolajimu? Bekar atrofimizda sening menga yaqinchilik qilib, sevayotganligingni ko'rganlar bizni jinisdosh oshiq-mashhuqlarkan deb o'ylab qolmasin yana", deydi sho'xlik qilib. Uning ko'zini qisib turib. Ular shunda xushal hayajon ichida maktabning qizlar yotiga qaytib kelishdi. Mana Aliya Alfiyaga oila o'qituvchisi bo'lib, uning darslariga yetakchilik qilib ishlagan topshiriqlarini tekshirib, xato bo'lib qolganlarini tushuntirib, qayta ishlatkizib, kunda o'tilgan darslarni o'zlashtirishiga yordamlashib kelayotgani bir hafta bo'lib qoldi. Alfiyaning o'rganishlarida xil obdalla o'zgarish bo'lib, odatda topshiriq ishlash xush yoqmaydigan, hadisi televizor ko'rib, bo'lmasa kompyuterda o'yin o'ynab, boshqalar bilan kiv-kivda mungdishib vaqt o'tkazadigan Alfiya mana endi opsi Zuhraxon hada nashti qilib ol yoki bo'lmasa kechlik tomoq yeb olg'in desimu, opsining gapiga quloqni solmay, qo'lidan kitobni tushirmay, mashq qiladigan, tekst yodlaydigan, bakli tirishchan o'quvchilardan bo'lib ketayotgan edi. Bunun bilan Zuhraxon hada va Alfiyaning otasi Azimat aka qizining o'rganishida bir hafta 10 kun bo'lmayla bundaq zo'r ilgirlash bo'lganidan bakli xursand bo'lib, Aliyaga rahmat aytayotgan edi. Mana Aliya Alfiyaga oila o'qituvchisi bo'layotgani bir oy bo'lib qoldi. Bir kuni odatdagidek darsdan tushib, Udul Alfiyaning uyiga uning bugungi darslarini o'zlashtirib, topshiriqlarini ishlashiga yetakchilik qilish uchun uning uyiga kelgan Aliya nihoyat astoydillik bilan Alfiyaga dars tushuntirayotgan edi. Tuyuqsiz Alfiya qo'risqini changallagan holda chiroylarini sat purishtirib Aliyaga qarab: "Jinim ustoz, qo'risqim bekli og'rib ketdi. Tozliq uyiga kirib chiqqan bo'lsam", deganicha gapining oyog'i chiqmayla tozliq uyiga yugurib kirib ketdi. 16-17 yoshlarga kirib qolgan to'riqliq xuddi 8-9 yoshli kichik qizlardek qiliq qilib turgan Alfiyaning turqiga qarab, Aliya pixildab yurganicha uning bugun maktabda ishlab bo'lgan topshiriqlarini tekshirib o'tadi. Bugun uyda Alfiyaning ota-onasi Azmat aka bilan Zuhraxon hadalar yo'q bo'lib, yezidagi bir Sheram tuqqunning uyiga ketgan edi. Bugun ota-onasi bo'lmaganlikdanmi yoki zodi Aliyaga amroqlik qilib erkilgisi kelib qoldimi, Alfiya bugun faqat darsga ko'ngil bo'lmay, sho'xlik qilib Aliya bilan o'ynashib o'ltirgan edi. Uning rostli qo'risqi og'rib qoldimi yoki qasdanga dars o'rgangisi kelmay shundoq o'yin qildimi, Alfiya qo'risqini changallab tozaliq uyiga kirib ketgandan keyin uning o'maq qiliqlarga ko'ligisi kelib, beshini chayqab qo'yib, uning ishlab bo'lgan topshiriqlarini tekshirib atgan edi.
Tuyuqsiz eshik qo'ng'iriqining besilishi bilan tozliq uyga qarab Alfiyaning chiqib eshikni etishini saqlab, uning chiqmaganligini ko'rgandan keyin xiyolida Azmat aka bilan Zuhraxon hadila qaytib keldimikin degan Aliya ittik kelib eshikni ochdi. Ammo Aliyaning ko'z oldida Alfiyaning ota-onasi Azmat aka bilan Zuhraxon hada emas, bo'ylari egiz, oq yuzlik, qo'shma qash, Çaşlarını nahayt rətlik, hazırkı zaman moda bolvatqan pasonda yastıb alğan. Kiyimlerimi şundaq moda, nahayt qamlaşqan bir yigit hayran qalğan hem hangvaqqan halda qarab turatdi. Seksen ikinci qism. İş qo'ng'iriqining to'xtamay besilishidan Alfiyaning tozliq uyidan chiqib, eshikni ocharmikin deb saqlab o'ltirgan Aliya faqat bo'lmaganda o'zi ittik kelib eshikni ochgan edi. Ko'z oldida xuddi Koreya kinolaridagi cho'lponlardek bo'ylari egiz, oq yuzlik, qang'sharliq, qo'shma qash, nihoyatda qamlashgan chiroyli bir yigitni ko'rib, xijil bo'lganligidan yuzi qizilliq yugurib, levini tishlab yerga qarab turib oldi. Yigit eshikni ochgan qizni ko'rib, hayron bo'lgan holda daqiqa turib ketgandan keyin uy ichiga qarab, o'zining hayron qolganligini yushirolmagan holda: Teshikmi? Uydagilar yo'q o'xshamamdi. Atam bilan opam ketdi. O'zingiz kim bo'lsiz? Aliya yomg'irdak yig'iyotgan savollarga nima deb javob berishni bilolmay, tengirqab birdan turib ketgandan keyin u yigitning "Atam opam nega ketdi" degan gapidan mushu oilaning o'g'li, yana Alfiyaning akasi ekanligini jazm qilgan edi. Ammo bu yigit texicha o'ziga hangvaqib qarab turgan qizning zodi kim ekanligini bilolmay, o'zini uyga xato kirib qoldimmi qandoq degandak kayniga o'rilib, eshik nomoriga bir qarab qo'yib, uyga kirgandan keyin: "Hay, siz zodi kim? Gap qila oladigansiz? Nimadaq ko'zingizni paqirtib qarab tursiz?" Shundala Aliya endi eg'iz ichib javob beray deb turishiga tozliq uydan ittik chiqqan Alfiya: "Yetib keldingmi aka? Nimadoq yo'qolib ketsan? Bir haftada qaytib kelman degan odam 20 kunmi turib olamdi?" U shundoq deb tumshiqin o'shlig'inicha kelib, akasining bo'yniga esilib, erkalab ko'rishgandan keyin Aliyani tunishtirib: "Bu yoq mening oila o'qituvchim, Aliya xon qiz bo'ladi. Tas qolding haqni savol bilan kumivatgili." "Ha rost, Aliya acha, bu akam Erpan bo'ladi. Bumi siz o'qigan iqtisod boshqarish fakultetining igilik boshqarish kasbini bitirgan birinchi qaror o'quvchisi. Hozir akam shirkat qurish uchun bozor tekshiryotidi. Siz buning bundaq oddiy turqi qaramang, ammo hozir buning kallasi bakli ishlab qo'yidi", dedi tillarini chiqarib kulib turib. Erpan singlisi Alfiyaning "Mening oila o'qituvchim" degan gapidan keyinla kulimsirab Aliyaga ko'rishish uchun qo'lini uzatib: "Hay, tul bir jillimag'ida. O'ttantak. Siz bilan tanishganligimdan nayt xushalman Aliya xon qiz. Bu tantakning gapiga quloq solmang. Og'ziga kelganini jo'ylay berdi", dedi. Ammo Aliya uning uzatgan qo'liga qarab qo'yib, levini yenik tishlab, beshini tuvan solgan holda: "Rahmat", dedi. Aliya burunqidek Alfiyaga darsda yetakchilik qilib, oila o'qituvchisi bo'layotgani hayt-huyt degicha bir oy bo'lib qolgan edi. Bugun Aliya Alfiyaga dars o'tib bo'lib, qaytaman degan vaqtida Zuhraxon hada uni to'xtatib qilib: "Nimaga aldiraysiz qizim? To'xtang, tamoq tayyor bo'lib qoldi. Bir oydan buyon biror qatim biz bilan birga o'ltirib, bu uyda tamoqqa daxil bo'lib baxmadingiz.
Bugun mening atgan tamaqimni tetib mangmasangiz, bakli ko'nglimga keladi-jimi? dedi. Aliya amalsiz bugun bu bir oila kishilari bilan birga o'ltirib g'azallandi. Zuhraxon hada o'xshitib polo atgan bo'lib, ular mungdishib o'ltirib xeyli obdalli tamoq yeb olgan edi. Tamoqdan keyin Aliya Zuhraxon hadiga rahmatini aytib, mengishga tamshalgan edi. To'xtang qizim. Siz qizim Alfiyaning darsiga yetakchilik qilib mangandan buyon uning o'rganishi nihoyat yaxshi ketyotidi. Mana sizga bu uyga kelib dars o'tayotgani bir oy bo'lib qoldi. U shundoq degach, o'g'li Erpanga qarab, "Erpan, yeningda pul bo'lsa 600 qo'y bera. Dadang birdamda naga g'oyib bo'ldi kentam. Bu odamning tomoqni yegandan keyin mushundaq sirtqa chiqib, aylanib kiradigan odati bor." Zuhraxon hada sal o'ng'aysizlangandek kulimsirab shundoq dedi. Erpan darhol yanchiqidan portmonni chiqarib, 1000 yuanni ilib Aliyaning oldiga qo'ydi. Aliya rahmat aytib pulni qo'liga olgandan keyin puldan 400 yuanning ortiq ekanligini ko'rib, sal o'ng'aysizlangan holda qo'lidagi puldan 400 yuanni ayirib, "Kechiring aka, pulni ziyod beritibsiz. Asli bunimi olmasam yaxshi bo'ladi. Bo'pti, Zuhraxon hadam degandikin, bu bir oylik pulni olay," dedi va 400 yuanni Erpanga qaytarib bermoqchi bo'ldi. Ammo Erpan uning gapini bo'libla, asli Alfiya tentak darslarda natijasi bekli tuvanti. Ammo mushu bir oy jarayonida sizning ajringiz bilan hozir darslarni xeyli obdala o'zlashtirib menga aytibdi. Shunga qarab, men sizning uningga singdirgan ajringizga yarasha mukofot berishni o'ylab qoldim. Qo'limni qaytarmang. Bu sizning haqqingiz, dedi. Ammo Aliya Erpanning pulini qat'iy rad qilib, "Kechiring Erpan aka, men o'zimga tegishli bo'lgan haqni olaman. Uningdan ortiqi menga ziyoda. Ko'nglingiz tegil bo'ldi, rahmat. Meni tul tanglik solmay pulni yeningizga silib qo'ying. Men o'zimning qilgan ajrimga loyiqli haq olsam bo'ldi. Asli Zuhraxon hammom bilan kelishganimiz bo'yicha Alfiyaga oila o'qituvchisi bo'lib, uning darslariga yetakchilik qilib mangsam, har oyligiga 600 qo'ydan deyishgan," dedi kulimsirab turib. Erpan amalsiz, "Bo'pti. Bu oyda olmasangiz, kelar oyda cho'qim mukofotni qaytib olsiz-jimi?" dedi va opasiga ma'nalik qarab qo'ydi. Zuhraxon hada bu Aliyaning o'zi namrat oiladan kelib chiqqan bir o'quvchi bo'lsa-mu, qalbi nihoyat boy, ko'zi hamma narsa to'q cho'ng bo'lgan go'zal fazilatidan so'yinib, uningga amroqlik qilib, ichiga bir xil tatliq arzu-armonlarni pukib o'ltirgan edi. Shu kundan boshlab Aliya bu oilaga Alfiyaga oila o'qituvchisi bo'lib kelsa, azaldan uyda birdammo turmaydigan Erpan Aliyaning bu uyga kelishiga ulgurib, uyda paydo bo'ladi. U Aliyaning singlisi Alfiyaga nihoyat astoydillik bilan darslarni tushuntirib, so'zlashlariga qarab, o'z xiyollarida xuddi oilasiga, yo'ldoshiga sodiq bir ayolni, balalarga mehribon, kuyimchan, mas'uliyatchan bir onani ko'rgandek xayoliy tasavvur qilib hayajonlanib ketadi. Aliya Alfiyaga oila o'qituvchisi bo'lib 3 oy bo'lganda, necha vaqtdan beri bozor tekshirib, eng yaxshi shirkat quradigan o'rinning Shanxay ekanligini his qilib yetgan Erpan, Shanxayga shirkat qurish tayyorligiga tushib ketgan edi. Ammo tuyuqsizla Erpan ichkir o'lkaga qurmoqchi bo'lgan shirkatni Shinjang bozoriga qurishni o'ttirg'i qo'ydi. O'g'li Erpanning necha oy tekshirib, tadqiq qilib yurib, Shanxayga quruq mevchevi pishiqlab ishlash shirkati qursa, bakli muvofiq bo'ladiganligini o'ttirg'i qo'yib, otasi Azmat akini qoyil qilgan bo'lg'achqa, tuyuqsizla o'g'lining bu qaroriga aqli hayron bo'lgan, sal gangirgan holda, "Nim bo'ldi o'g'lim? Sen azaldan beri ishni qilishni qaror qilsang, boshqa ilib chiqmoqchi bo'ldi qilmayding. Bu qitim sening Shanxayda shirkat qurish qaroringdan yenib qilishingga nima sababchi bo'ldi? Menga qanoatlanarli bir sababni ko'rsatmasang, bundan keyin sening qiladigan ishlaringga
qandaq ishonch qilib shirkatning mablag'ini ajratib bera olayman? dedi. Ammo Erpan atasiga ortiqcha tushuncha berolmay. Ata, shu sizlarmi yoshga cho'ng bo'lib qoldinglar. Sonim bilan ikkimizni beqib qatag'a qo'shqicha oz ajr qilmadinglar. Endi sening qo'lingdagi ishni igilab elib seni xotirjam, xushal yashash muhitiga erishtirmasam, vafosiz o'g'il bo'lib qolgandekman. Shunashqa sonim texnik kichik bo'lganligi uchun masaladan ayrilmay, bu yerdagi sening shirkatingda ishlab tajriba to'play dedim-ku. dedi. Va apsi Zuhraxon hadiga ma'nilik qarab qo'ydi. Zuhraxon hada o'g'li Erpanning qarashlaridan va necha vaqtdan beri uyda Aliya qizning singlisi Alfiyaga dars tushuntirishlariga ingikini tirab o'ltirib qarab ketishlaridan o'g'lining ko'nglida nima o'ylaganligini tushunib yetgan aqlliq ona kulimsirab turib, "Bo'pti dadisi, bola oxiri aqlini tepibdi. Men mo'mi shundoq bo'lishini xohlaydim. Asli bizmi cho'ng bo'lib qoldik. Endi o'g'limiz Erpan oq ko'ngil, mehribon biror qizga to'y qilib, bizni navr ko'rish orzuyimizga yetkizsa, navrimizni beqib, kunlarimizni xushal o'tkazsak degan umiddaman", dedi. Hurmatli asar anglag'ıcı o'qirman do'stlar. Apsi Saramning nasihatlarini qo'lig'ida qutdak tutib, barliq zehnini o'rganishga, oliy maktabni a'lo natija bilan bitirib, biror xizmatga chiqib, apsini rahat kunga erishtirishni o'ylayotgan Aliya, Erpanning o'ziga bo'lgan hissiyotlariga qanday muomala qila? Erpan o'zining ko'nglida o'ylaganlarini Aliyaga ifodalab, o'z ko'nglidagi muhabbatini izhor qila olarmi? Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin. Seksen üçüncü qism. O'g'li Mardanning gapini anglagan Azimat aka endi ig'iz achay deb turishiga, ayoli Zuhraxonning qilgan gaplarini anglab, demakchi bo'lgan gapini bo'g'ziga yutib etib, jimjit o'ltirib qoldi. Shuningdan e'tiboran Zuhraxon hada o'g'li Erpanning yuragiga Aliyaning muhabbat savdosi tushganligini his qilib, bu qizning o'zlariga kelin bo'lishdiki eng yaxshi nomzodligidan suyunib ketgan edi. Shuningdan keyin Aliya bu uyga Alfiyaga dars takror qilib bergili kelib, 2 soat uning darslariga yetakchilik qilgandan keyin qaytmoqchi bo'lganda, Erpan o'zining mashinasi bilan olib qo'yish uchun "Bo'ldi Aliya, vaqtma birga berib qoldi. Bundaq kechda bekatda avtobus saqlab, necha bekat mangab maktabga qaytquchilik bek kesh bo'lib ketadi. Hozirmi biz bir oila kishilardek bo'lib qoldik. Shuningga apamma sizdan ansirab qolmasin. Eng yaxshisi, men ash tarafga o'tadigan bo'lgandan keyin sizni maktabingizga olib qo'yay", deydi. Lekin Aliya Erpanning o'zini maktabiga olib qo'yishini qat'iy rad qilib, "Bo'ldi Erpan aka, sizni avar qilmay, binodan chiqsamla ko'cha avtobus bo'lgandan keyin avtobusga chiqib olsamla 20 minutga qolmay maktabning oldiga yetib borman. Bo'ldi, sizmi ishingizdan qolmang", deydi. To'limi o'ng'aysizlangan holda uning mashinasida o'ltirishni rad qilib. Ammo Erpanning opasi Zuhraxon hada, "Voy, xijil bo'lmang qizim. Siz bu uydan maktabga qaytgan vaqtingizda sizni biror kelishmaslikka yo'l qilib qolmasin deb bakil ansirab ketadiganman. Baribir Erpanningmi boshqa ishi bo'lmagandan keyin o'zimizning qo'lida mashina bor tursa, birdamdil olib qo'ydigan tursa, hargiz xijil bo'lmang, ha?" deb Aliyaning unmig'iniga qo'ymay, bino oldig'icha billa tushib, uni Erpanning mashinasiga chiqarib yo'lga soladi.
Erpan bir qancha qatam Aliyaga o'zining ko'nglidagini uchuq aytolmasimi, agitib gap yaqlatgandek qilib. Aliya, siz bekli adablik, umoq, aqlli qiz. Keyin sizga to'y qilgan yigitning rostila baxti keldi o'chimi? Sizdek axloqliq, umoq, go'zal qizga qandaqroq bir yigitning erishadiganligiga bekli qiziqyapman. Degandek gaplar bilan uningga o'z muhabbatini oshkora ifodalamagan bo'lsa-mu, ancha-muncha puritib qo'yatdi. Bundaq vaqtlarda bekmi aqlliq, ziyrak Aliya Erpanning o'ziga ma'naviy qarashlaridan uning ko'nglidagini tushunib tursa-mu, qasdangi gapni elib qochib, "Nadagi gaplarni qiladi ekansiz, Erpan aka? Mening xiyolimda azaldan to'y qilish, muhabbat degan ishlar kirib chiqqani yo'q. Men faqat yaxshi o'qib, a'lo natija bilan maktabni bitirib, o'zimga munosib yaxshi bir o'rindan xizmat tepib ishlab, meni kichkimdan jafo tortib beqib cho'ng qilgan opamning yukini yengillatib, rahat turmushga erishtirishlar xolos" deydi. Va bir qatim gap orliqida Erpanga "Balkim men bilan to'y qilgan yigit to'ydan keyin mendek qiz bilan to'y qilganiga pushaymon qilib qolishi mumkin." Aliyaning eg'izdan chiqqan bu gap bilan tang ko'zidan dumlab tushgan ikki tomchi yosh uning mag'zida to'xtab qolgan edi. Aliya o'zining muңlanib, og'zidan bu gap chiqib ketganligini o'zimi to'ymay qolgan edi. Erpan bo'lsa, Aliyaning opasi bilan bu cho'ng shaharga boshqa yurtdan ko'chib kelganligini, opasining shaharlik doktorxonada tozliq ishchisi bo'lib ishlaydiganligini, Aliyaning opasining yukini ozroq pul bilan bo'lsa-mu yengillatish uchun o'zlarining uyida oila o'qituvchisi bo'lib ishlayotganligini anglagan bo'lg'achqa, Aliyaning bu gaplaridan o'zining kelib chiqishi sababidan mushundoq ko'ngli yerim bo'lib bu gapni qilyotidi deb o'ylab qolgan edi. Buning bilan Aliyaga bo'lgan mehri texmi kuchayib, muhabbati kundan kunga ulg'ayib ketyotdi. Bir kuni Aliyani maktabga olib qo'yish uchun mashinasida ilib ketayotgan Erpan, Aliya o'qiydigan maktab oldiga yetib kelganda, mashinadan tushgili tamshilayotgan Aliyaning qo'lidan tutib, ichidagi barliq muhabbatlarini ko'z nuriga yig'ib, uningga mehrli ko'zlari bilan qarab turib, Aliya, bo'ldi bas. Ammo bunda qo'g'lashmoq o'yini o'ynavermaylik. Haqiqatan mening ko'nglimdagini tushunib bo'ldingiz. Men sizni tunji ko'rgan kundan boshlabla yaxshi ko'rib qolgandim. Ammo bu vaqtda qiziqish bo'lishi mumkin deb o'ylab ekanman. Lekin sizning bizning uyga kelgan vaqtdagi nihoyatda go'zal, isil qomatingiz, singlim Alfiyaga dars o'tgan vaqtdagi salmoqligingiz meni o'zimga texmo maftun qilib oldi. Shundan buyon sizga bo'lgan qiziqishimning birdamlik havas emasligini, chin ko'nglimdan, yuragimdan sizni suyib qolganligimni his qildim. Va kundan kunga ulg'ayib ketayotgan muhabbatimni sizga qandoq izhor qilishni bilolmay, behli qiynaldim. Sizdan o'tinib qolay, Aliya. Talabimni rad qilmang. Maktab bitirgandan keyin men bilan to'y qilishga qo'shilgan bo'lsangiz, men dunyodagi eng baxtli er bo'lgan bo'lardim. Ham ota-onammi, singlim Alfiyammi shundoq bo'lishini xohlaydi. Talabimni rad qilmang. Balkim o'zingizning kelib chiqishingizni ko'zda tutib, mening talabimga qo'shilmasligingiz mumkin. Ammo men sizning ahvolingizdan xeyli burunli xabar topgan. Ham ota-onammi biladi. Shuningga bu haqda ortiqcha o'ylab ketmang. Biz sizni hargiz Namrat oyidan kelib chiqqan, boshqa yurtdan bu yerga ko'chib kelgan bir tizliqchi ayolning qizi deb kamsitadigan ishni hargiz qilmaymiz. Opangizning qaysarligiga biz hammamiz qoyil. Shuna talabimni rad qilmagan bo'lsangiz, hozir sizning maktab bitirganingizga yana 2 yil vaqt bor. Bu 2 yil jarayonida bir-birimiz bilan aralashib, tushunish hosil qilib tursak, ota-onamizmi bir-birisi bilan tanishib, aytsangiz qarindoshlardan bo'lib, silishib o'tgan bo'lsa, behli xo'sh bo'lardim. Talabimni rad qilma. Bo'lamdi Aliya. Erpan umidli ko'zlarini Aliyaga tikib, shundoq degan edi. Ammo Aliya buloqdek ko'zlaridan saldak yoshlarini oqqizib turib, "Meni kechiring Erpan. Men sizni bekli hurmatlayman. Ham cho'ng bilman. Balki mendimi sizga qiziqish, ham yaxshi ko'rish his-tuyg'ulari paydo bo'lgan. Ammo bu faqatla mumkin bo'lmaydigan ish. Men opamga va'da bergan.
Men oliy maktabni bitirib, ko'ngildagidek biror xizmatga o'rinlashib, opamning kelgusi turmushini kapolatga ega qilmoqcha, hargiz birarsi bilan muhabbatlashib, to'y qilmaslikni qaror qilgan. Meni kechiring. U shundoq deb yig'lig'inicha mashinaning eshigini ochib, mashinadan tushib, yugurgan peti maktab qizlar yotqiga kirib ketdi. Bugun Aliyaning Erpanlarning uyiga berib, Alfiyaga oila o'qituvchisi bo'lgan eng oxirgi kuni bo'lib qolgan edi. Chunki Erpan o'zining muhabbatini izhor qilib, ota-onasining shu o'y xiyolda ekanligini aytgandan keyin Aliya u oilaga yana oila o'qituvchisi bo'lib, Alfiyaning darslariga yetakchilik qilishga boradiganga jur'at qilolmagan edi. Demisimi, qandaqmi u oilaga berib, yana oila o'qituvchisi bo'lib, hech bo'lmaganda yuralisin. Chunki Erpan ota-onasining va singlisining shu arzuda ekanligini aytib, muhabbatini izhor qilgan tursa, shu kundan boshlab Alfiyaga oila o'qituvchisi bo'lib, darslarga yetakchilik qilg'ili bormagandikin, Zuhraxon hada Aliyaning yotqiga telefon urib, uni surishtirgan bo'lsa-mu, Aliya telefonni ilishni xohlamaganligi uchun yotoqdosh qizlar yolg'ondan "Tinchlikmi hada? Aliya darsdan tushib uyga ketgan edi. Hozir Aliya yotoqda yetib qopmay, uydan qatnab maktabga kelib o'qiyotidi" degan edi. Natijalari shundoq yaxshi bo'lib kelayotgan Alfiyaning o'zini darslarga yetaklab, haydakchilik qilib ketayotgan Aliyaning birdilla bu uyga kelmaydigan bo'lib qolganligi bilan Alfiyaning o'ziga bo'lgan ishonchi biraqli yo'qolib, tushkunlashib, darslarni takror qilish, o'rganish qilishmi xo'sh yoqmaydigan bo'lib qolgan edi. Buni az degandek, o'g'li Irpanmi uyga kelsa, yotoq uydan chiqmay, o'zining yotqiga bekinib o'ltiradigan. Ota-onasi bilan bir ustalda o'ltirib, tuzuk tomoqmi yemaydigan. Tomoq ustida o'ltirsimi, burun Aliya o'ltirgan o'rindiqqa qarab, xiyolga petib, o'ltirib ketadigan bo'lib qolg'achqa. O'g'lining hozirgi Aliyaga bo'lgan seg'inish piraqini tushunib turgan Zuhraxon hada texmi azoblanib ketayotgan edi. Seksen 4. qism. Asli Aliyamu Erpanni tunji qatim ularning uyida Erpanga eshikni ichib bergan vaqtidala bir ko'ribli yaxshi ko'rib qolgan edi. Ammo o'zining qandoqligi Aliyaning ko'ngliga ayon bo'lganligi uchun xuddi muniki barning xudiki bar degandek nihoyat bearam bo'lib, o'z vaqtida akisi Mardon bilan arliq saqlamay, bakli yaqin bo'lib ketib, ashundoq nashoyon ishlarni qilib qo'yganiga yana bir qatim pushaymon qilib, pushaymonni oladigan qochib topolmay, o'zini o'ldirib olgudek holga tushayotgan edi. Shuningga o'zining bu umrida biror yigit bilan haqiqiy yaxshi ko'rishib, chin ko'nglidan muhabbatini berib, u yigitning Aliyaning nodonlikda qilib qo'ygan xatoligi bilan qabul qilib, kechirib o'talishiga ishonchi bo'lmag'achqa, muhabbat qiz yigitlarning bir-birini yaxshi ko'rishi degandek o'qimlarda o'zining nasibasi yo'qdek his qilayotgan edi. Ammo Erpan Aliya o'zini qanchaki uningdan qochirgan siri texmi muhabbati kuchayib, Aliyani seg'inish o'tlari yuragiga faqatla orom bermayotdi. Oxiri qat'iy bir niyatga kelgan Erpan Aliya o'qigan maktabga kelib, peshqadam o'qituvchilarni yo'qlash bahonasida o'zi 2 yil burun bu maktabni bitirib ketgandan buyon oyoq besib baxmagan maktab ishxonasiga kirib keldi. Va o'zining
burungi o'qituvchi ustozlar bilan qizg'in salomlashib ko'rishgandan keyin ular bilan biror soat muңdashib, andin o'zining burun turgan yotiqini ko'rib chiqish uchun o'g'illar yotiqiga qarab mangdi. Erpanning maqsadi o'g'illar yotiqiga berish bahonasida maktab yotiqiga yandash qilib selingan qizlar yotiqi atrofida biror qiz saboqdashni uchirtib qolsa, Aliyaning izderikini qilib ko'rish edi. Erpanning talabi bo'yicha hafta oxirisi bo'lib, sinfdan chiqqan o'quvchilar yotoqlarga chiqib ketayotgan edi. Ba'zi uyi mushu shaharda haftada bir uyga berib qatnab o'qiydigan Aliyadek o'quvchilar uylariga qaytish uchun aldirab chiqqan edi. Erpan yotoqdan tushib, darvoza tarafga chiqib ketayotgan ikki qiz o'quvchiga salom qilib, "Hay, tezmi qizlar? Hafta oxirida uyga qaytqa o'xshamamsizlar?" dedi. Qizlar ittik beshini ko'tarib, oldidagi nihoyat qamlashgan chiroyli yigitga havaslanib qarab, "Shundoq, qaraganda birarsini izlab kelgandek tursiz. Bu maktab ichida sizni ko'rib boqmabdimiz?" dedi, o'ylaganlarini ochiqla aytib. Erpanmo qizlarning gapini anglab, yana yo'shirib turishning o'rni qolmaganligini his qilib, Shundoq qo'moq qizlar. Men bozor boshqarish kasbining 3-yilida o'qiyotgan Aliya Bas degan qizni izlab kelgan edim. dedi. Shu hamon qizlardan birisi Erpanning kayni tarafni imo qilib, 100 metr nerisida maktab o'qitish binosi tarafdan chiqib darvozaga qarab ketayotgan Aliyani ko'rsatdi. "Siz degan Aliya Basif, qiz emasmi? Hozir o'qitish binosidan chiqib uyga mangdiganga ketyotidi. Bo'lmasa biz chaqirib to'xtatayli." Qizlardan birisi yeniklik qilib, shundoq deb Aliyani chaqirishga tamshalgan edi, ammo Erpan kayniga burilib, Aliyani ko'rgandan keyin qizni chaqirishdan to'xtatib, "Ha, bo'ldi, rahmat sizga. O'zimmo hammomni yo'qlab boray deb turgan edim. Aliya bilan birga boray." degenicha qizlarning ortiqcha gumon qilib qolishidan shuncha nozik qalbi pok Aliya ustida biror fitna fasod so'z cho'chak tarqalib qilishidan ansirab, qizlar bilan xo'shlashib, aldirash darvoza tarafga qarab mangdi. Bu vaqtda Aliya ittik darvoza oldidagi bekatga kelib, qarshi tarafdan kelgan ko'cha avtobusiga chiqib bo'lgan edi. Erpanmo mashinasini haydab, avtobusning kaynidan qo'g'lab, Aliyaning orqasidan iz besib kelayotgan edi. Oxiri Aliya tushgan avtobus 10 necha bekat mang'andan keyin bir aholilar o'ltiraq rayonining oldidagi bekatga kelib, ko'cha avtobusi to'xtadi. Va Aliya ittik avtobusdan tushib, o'ltiraq rayon tarafga qarab kirib ketdi. Erpanmo mashinasini bu o'ltiraq rayonning darvoza oldiga to'xtatib qo'yib, o'zi to'ydirmasdan Aliyaning orqasidan iz besib, ularning o'ltiraq to'van ijaralik uy binosiga kirib keldi. Aliya bu kichik binoga kirib, 5-qavatga chiqib, bir uyning eshik qo'ng'iroqini bosgandan keyin Erpanmo 4-qavatda uning ish harakatini ko'zitib turgan edi. Eshikni ochib chiqqan Saram qizi Aliyani ko'rib, "Voy jinim balam, qaytib keldingizmi? Bir necha vaqt bo'ldi. Xel baldur darsdan tushib qaytib kelgan bo'ldingizg'o" degan ovozini anglagan Erpan bu eshikni ochgan ayolning Aliyaning opasi Saram ekanligini his qilib, yana 2 palampay ustiga chiqib, uy numerini obdan ko'rib olgandan keyin aldirash binodan tushib, mashinasini haydab uyiga qarab yurib ketdi. Erpan bugun nihoyat xushal edi. Asli o'zining xayolida Aliyaning boshqa suygan yigiti bormidi, yoki birarsi bilan uy ijara ilib birga turayotganmidi deb o'ylagan har xil gumon qiyoslari bugun Aliyaning kayniga tushib, bu yerga kelishi bilan hamma ishlar butunlay oydinlashib, Aliyaga bo'lgan mehr muhabbati, sevgisi texmi kuchayib ketgan edi. Tushlik tomoqni nihoyat kayfsiz bir ahvolda yegan Zihraxon hadi bilan Azimat aka, kashligi bo'lsa-mu, o'g'li Erpan bilan qizi Alfiyaning o'zlari bilan birga tomoq yeyishini arzu qilib, ular yoqtirib yeydigan tomoqqa tutish qilgan edi.
eshikning ochilib, og'zini isqartgan holda nihoyatda xushal kirib kelayotgan o'g'li Erponni ko'rgan Azmat aka hayron bo'lgan holda oshxonadan chiqib, hangmoqqan holda o'g'liga qarab turgan ayoli Zuhraxonga qarab qo'ydi. Erpanning hayojini teshig'i tepib turadi. U apsi Zuhraxonning yeniga kelib, uning bo'yniga esilib, erkalab turib. Canım apa, kechki tomoqingiz tayyor bo'ldimi? Qursqim ajab ichib ketdi. Oldi bilan birga o'tirib tomoq yeylik. Ona sizga deydigan xush xabar bor apa. Dedi. O'g'lining gapini anglagan Zuhraxon hada tengirqab yurib, tayyor bo'lgan tomoqni ustalga ilib keldi. Azmat aka helidan heliga o'g'li Erpanga zodi o'zlariga aytadigan nima xush xabar bordi degan ma'noda qarab qo'yadi. Ammo apsi Zuhraxon hada o'g'lining xushalligidan bir ishni his qilgandek kulimsirab, uningga qarab qo'yib g'azolanayotgan edi. Tomoqmi yeyilib bo'ldi. Bir chaynak qiniq damlangan chayni ko'tarib, piyola bilan ustalga ilib kelgan Zuhraxon hada yo'ldoshi Azmat aka bilan o'g'li Erpanga bir piyoladan chayni qo'yib, o'zimi kelib ustalda o'ltirgandan keyin o'g'li Erpanga "Ha, endi ayta, bizga deydigan qanday xush xabaring bor edi?" degan ma'noda qarab qo'ydi. Erpan tuyuqsizli ularga Ata, apa, men to'y qilaymikin deyman, dedi. Erpanning bu gapi ancha bir yangilik emas edi. Chunki Erpan maktab bitirgilimi 2 yil bo'lgan bo'lib, hozir o'z oldiga egilik tiklab, shirkat qurayman deb yurmagan bo'lsa, allaburun to'yini qilib etgan bo'ladi. Shuning uchun Azmat aka buningga ancha bir hayron bo'lib ketmadi. Ammo apsi Zuhraxon hada o'g'li Erpanning qizi Alfiyaning oila o'qituvchisi Aliyani yaxshi ko'rib qolganligini bilgachga, u qizning texi o'qishining bitidiginiga 2 yil bor bo'lganligi uchun o'g'lining bu tuyuqsiz aytgan so'zidan sal hayron bo'lib gangirab qolgan edi. Azmat aka choydan sumirib ichgandan keyin o'g'liga qarab, "Nayt yaxshi o'ylabsan o'g'lim. Yeshangmo 25 ga kirib qoldi. Maktab bitirib birilla mening shirkatimda ishlagan bo'lsang, hozirgacha to'yini qilib, navrimizmi bo'lgan bo'ladi." Bu vaqtda Zuhraxon hadining quloqlari ding bo'lgan holda o'g'lining javobini anglash uchun saqlab turadi. Hürmetlik asar anglagıcı okurman dostlar. Erpan o'zining singlisi Alfiyaning oila o'qituvchisi Aliya qizni yaxshi ko'rib qolganligini o'z og'zi bilan ota-onasiga aniq aytalarmi? Erpanning apsi Zuhraxon hada Aliyaning apsi Saramning tegi-taktini kelib chiqishini obdan bilsimi? Ammo otasi Azmatlidir, ko'ngliga shuncha zo'r umidlarni bukib kelgan o'g'li Erpanning mushundaq tegi-taktining tayini yo'q, bir kelgindining qizi bilan to'y qilishiga qo'shilarmi? Agar asrimizning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz asrimizning keyingi qismlarida bo'lsin. Seksen beşinci kısım. Erpan atisi Azmatlidirning sal xafa bo'lib aytgan so'zlarini anglab va apsi Zuhraxon hadining hayron bo'lib o'ziga qarab o'ltirib ketganini ko'rib, gapini davomlashtirdi. O qizni sizlarmi obdan bilsizlar, ham nayt yaxshi tushunsizlar, dedi Mardan. Bu vaqtda apsi Zuhraxon o'g'lining kimni davatganligini his qilib yetgan bo'lib, ammo u qizning texi maktab bitirmaganligini o'ylab,
Сәл hayron bo'lgan holda o'g'liga savol nazari bilan qarab turadi. Lekin Erpanning otasi Azmat aka, o'g'li Erpanning sizlarmi obdan to'niysizlar ham tushunsizlar deb zodi kimni davatganligini uqmaganligi uchun sal xafa bo'lgan holda. To'la bizga tepishmoq topqizmay, ochiqni aytqana o'g'lim. O qiz zodi kim? Qaysi esilzodi martvelik oilaning qizi? deb so'radi. Lekin Erpan nihoyat salmoqliq bilan Men yaxshi ko'rib so'ygan, umrida kamrohim qilib tanlab to'y qilishni qaror qilgan qiz boshqa birisi emas. Salim Alfiyaning oila o'qituvchisi Aliya shu opa. dedi. Zikraxon hada buningdan nihoyat qanoat hosil qilib, xo'sh bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Aliya qizg'u bahil esil yaxshi qiz. Lekin balam, Aliyaning maktab bitirdig'iniga yan 2 yil batirsa, qandoqsi bo'lib bunda xayolga kelib qolding? deb so'radi. Shu opa, men Aliyaning maktab bitirdig'iniga yana 2 yil borlig'ini obdan bilaman. Men uning bilan hozir to'y qilaman demadim. Maktab bitirgandan keyin uning va opasining roziligini olib, ondan to'y qilaman. Hozir opa, siz Aliyaning opasining uyiga berib, uning bilan obdanroq bir so'zlashib baqqan bo'lsangiz. Aliya maktab bitirib, bir xizmatga o'rlashmoqcha, bir kimga ko'ngil bermaydiganligini va muhabbatlashib to'y qilmaydiganligini aytib, opasiga va'da berganligini so'zlayotdi. Men o qizning qarorini hurmat qilaman. Shundaqla o qizning qarorini qaytara olmayman. Shu siz Aliyaning opasi bilan obdan so'zlashib, qayil qilgan bo'lsangiz, opasi Aliyaga gap qilsa, cho'qim opasining fikrini qabul qilgan bo'ladi. Men bugun maktabga berib, Aliyaning iziga tushib, ularning uyini bilib oldim. Bo'lsa opa, vaqtni keyinga surmay, Aliyaning opasi bilan ko'rishib baqqan bo'lsangiz, sizdan o'tinib qolay. dedi. Opasi Zikraxon hadiga yalvorib turib. Erpanning otasi Azmat akamu muhabbatni tushunmaydigan odamlardan emas edi. Hamda Aliyaning bu uyga kelib, qizi Alfiyaga darslarga yetakchilik qilib, oila o'qituvchisi bo'lib turayotgan vaqtlarida bir necha qatam uchrashib qilib, bu qizning nihoyat yuzi tuvan, adab axloqli qiz ekanligiga qarab, Aliyaga masliga kelib ketgan edi. Shuning uchun o'g'li Erpanning bu qizni bakli yaxshi ko'rib qolganligini, uning so'zlaridan, ko'zlaridagi muhabbat o'chqanlaridan ko'rib yetgachga ortiqcha norozilik bildiribmi ketmadi. Kashligi ayoli Zikraxon hadining Aliyaning tegitaktini so'zlab berib, opasi Saranning bakli tirishchan, oq ko'ngil, mehribon ayolligini, erdan ta'liyi kelmay, uning zulm qilib xo'rlashlarga bardoshlik berolmay, qizini ilib bu yoqqa yurtlarga kelib olganligini so'zlab, dadisi yolg'iz bir ayol kishi uchun bir bolani shuncha jafoliq, tozliq ishchiligini qilib beqib qatorga qo'shib, oliy maktabda o'qitishi oson ish emas. Haqiqatan Aliya qizning opasi g'ayratlik, tirishchan ayolkan. Men uningga qoyil bo'lib qoldim. Biz yana qachongacha martaba surishtirib yuradigan qaloq idiyada o'timiz. Balalar baxtli bo'lsa bo'lmadimi? deb yo'ldoshi Azmatlidirni qoyil qilgandan keyin atisi Erpan bilan Saram o'ltirayotgan tuvan ijarilik uyga kelib, Erpan ularning uyini ko'rsatib, opasi Zuhraxon Saramlarning eshik qo'ng'iroqini besib, Saramning eshigini ichishi va opasi Zuhraxon hadi bilan qizg'in ahvollashib, uyga boshlab kirib ketgandan keyinla Erpan pastga tushib, mashinada opasini saqlab o'ltirdi. Zuhraxon hada Saram bilan bir qur ahvollashib, Saramning nihoyat mo'l dasturxon rostlashi bilan choy ichishib, birdan mungdishib o'ltirgandan keyin kelish muddaosini aytib, qizi Aliyani kelin qilib olish uyi borligini, o'g'li Erpanningmi Saramning qizi Aliyani bakli yaxshi ko'rib qolganligini, o'g'lining Aliya o'qitayotgan oliy maktabningki bozor boshqarish kasbini bitirib, hozir o'z oldiga shirkat qurish uchun otasining shirkatidami ishlamay turayotganligini so'zlab, Aliya qizga Erpan to'y talbi qo'ygan bo'lsa-mu, Aliya qizning opasining roziligisiz to'yga ma'qullik berolmaydiganligini aytib, turib olganligini so'zlab,
Saremning bu to'y ishiga rozilik berishini o'tinib so'radi. Zükraxon hadining gaplarini anglagan Sarem bir haza xiyol surib o'ltirib ketib, Zükraxon hadining nihoyat oq ko'ngil, mehribon ayolligini his qilib, yanil Aliyaning kichik vaqtida beshiga kelgan qismatlarini aytish qaroriga kelgan edi. Ammo Aliyaning o'zining aksi Mardon bilan qilib qo'ygan bu nomussiz sharmanda ishini qandoqmi eg'izga olalisin? Shuning uchun Sarem yig'lab turib Zükraxon hadiga: "Sizning o'g'lingizning mening qizimni loyiq ko'rib, sizlarning bu qizim Aliyani o'zingizlarga kelinlikka loyiq ko'rib, uyimga kelganinglardan haqiqatan xush bo'ldim. Men qarasam, siz nihoyat oq ko'ngil, mehribon ayolkansiz. Sizdek ayollarga hilg'u Aliyadek bir qizimkan, 10 qizim bo'lsa-mu berishdan bosh tortmagan bo'lardim. Ammo shu bechora qizimning kichik vaqtida beshiga kelgan kishiga e'tiqil bo'lmaydigan bir azobli kechirmishi bor edi. Shunglashqa qizim boshqalarning o'ziga muhabbat talpi qo'yishni xohlamaydi, ham qabulmi qilolmaydi. Balki o'zining to'ydan keyin bu ishlarining oshkorlanib, ko'nglining azor yeb qilishini, jumladan mening beahram bo'lib qolishimni xohlamaydi. Chunki qizim 13 yoshga kirgan vaqtida boshqalar tarafidan oyoq osti qilinib xorliqqa uchirganligi uchun qizimni elib bu shaharga qochib kelganman. Sizmi ayol kishi bo'lganligingiz uchun bu gaplarni sizga ochiq qilib aytyapman, dedi yig'lab turib. Zükraxon hada Saremning aytgan gaplariga o'z quloqlariga ishongisi kelmay, daqiqa turib ketgandan keyin yanil uning oq ko'ngil, rostchil mijoziga qoyil bo'lib qolgan edi. Bundaq ishlarni yushirib, hech kimga demay aldab, to'yni qilib o'tkazvasin bo'laveradi. Lekin bu ayol nihoyat oq ko'ngil, saf dil bo'lganligi uchun qizining beshiga kelgan qismatlarini yushirmay, aniq aytayotgan edi. Mushundaq oq ko'ngil, mehribon kishilar bilan qudi bo'lmasam qandoq bo'ladi? Ammo o'g'lim Erpon bilan obdan so'zlashib baqay. U bu ichinishlik reallikni qabul qilmasa, keyin Aliya qiz bilan to'y qilgan taqdirdami, uning ko'ngliga azor berib qo'yishi mumkin. Zükraxon hada shularni o'ylab, Sarem bilan xo'shlashdi va binodan tushib, mashinada o'zining yo'liga talmirib turgan o'g'li Erponning o'zi binodan tushishiga yugurib oldiga kelib: "Apa, qandoq bo'ldi? Aliyaning opasi rozilik berdimi? Men xush xabar yetkazgan bo'lamdi," degan gaplariga un chiqmay mashinaga chiqib o'ltirib, o'g'li Erponga ichingan nazarda qarab qo'yib, uningdan: "O'g'lim Erpon, sen haqiqiy bir erkak. Boshqalarning kichikkina aybini, xatoligini yuziga silib turmaydiganligingni obdan bilaman. Ammo shundoq bo'lgan taqdirdami, bu ishni sen ochiq demasam bo'lmaydi. Sen rostli Aliya qiz bilan to'y qilishni xohlamsan?" deb so'radi. Opasining tuyuqsiz aytgan bu so'zlaridan hayron bo'lgan Erpon: "Nim da'vatsiz jinim apa, albatta xohlayman. Mening baxtim, xushalliqim Aliya bilan to'y qilib baxtli oila qurish. Nim gap bo'lsa ochiqini aytinglar. To'libek ichimni siqmay. Danga," dedi sal jiddiylashgan holda. Zükraxon hada yana daqiqa o'ylanib o'ltirib ketgandan keyin: "Sen Aliya qiz bilan to'y qilsang, uning kechirmishlarini, beshidan o'tgan qismatlarini ham har qanday o'tmishi bilan qabul qilib ola olamsan," dedi. Opasidan tushuniksiz, mujmal bu gaplarni anglagan Erpon texmi gangirab qolgan edi. "Apa, tul odamning ichini siqmay, nim gap bo'lsa ochiq demamsiz. Aliyaga zodi nemish bo'pti? Aniqroq danga," dedi. Zükraxon birdilla Aliyaning beshidan o'tkazgan qismatlarga ichinib, yig'lab ketdi va o'g'li Erponga: "Bechora qizim, Aliya kichikli turib beshiga nurg'un qismatlar tushgan qiz ekan.
Balkim sen o'ylamagan bo'lg'ayding. Aliye 13 yosh vaqtida boshqalarning ziyonkashligiga uchirgan ekan. Endi tushungansan. Menga buningdan ortiq so'zlatma, bo'lamdi bolam. Nima degan ichinishliq, bechora bola u, dedi yig'lab turib. Erpan opasining keyingi gaplarini anglab, xuddi beshida chaqmoq soqqandek chekillari chinqilib, ko'z oldi qorong'ulashib ketdi.